Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar, Arzon Savdo kanaliga xush kelibsizlar. Kanalda yangilar o'rtalar, iltimos bittadan like bosib, kanalimiz o'sishigacha yordam qilasizlar. O'z fikrlaringizni izohlarda qoldirishlaring mumkin. Hozir mana pastellarimiz kelgan, mana bitta kipimiz hali ochilgani yo'q. Ba'da mana dantella pastel, daraxt pastellar kelgan. Kimga ma'qul kelsa, olaverasizlar, zakazlar beraverasizlar bemalol. Hamma viloyatlarga dastavkalarimiz bor, xudo xolasa, chiroyli qilib yetkazib beriladi. Dantella pastellardan mana ko'ringlar. Har xil gullardan kelgan. Mana yaqinroq ko'rsating. Mana har xil gullardan kelgan mana dantella pastellar. Hammasi mana pachka keldi. Kecha bu bitta kipni, bitta 3 ta kip kelgan bo'lsa, bitta kipimizda daraxt pastel, bittasi dantella kelgan. Mana bitta kipimiz hali ochilgan yo'q. Endi ochamiz, xudo xolasa. Narxlarni sirasi aytib ketaveramiz. Dantella pastellarimiz hammasi 2 kishilik. Bir kishiligi yo'q bizda, 2 kishilik, mana yurakchalik har xil bor. Mana originali o'rtoqlar mana ko'rishlaring mumkin. Mana dantella original. Xo'sh, hozir bittasini bunday qilamiz. Ha? Mana originali. Mana o'zini o'sha etiketkalari mana ko'rishlaring mumkin. Bundan tashqari mana qaysi holatda bu pastelimiz bo'ladi. Kecha kelganligi uchun bu nima deydi? Pressdan endi ochilgan. Mana shu holatda bo'ladi, juda chiroyli holat. So'nkachali, o'zini so'nkachasi bo'ladi. Hibi toza zo'r pastellar. Xullas, olib foydalanmasalar ham bo'ladi. Maza qilib ishlatasizlar. Narxlari ham juda hamyonbop. Donaga, optimga, avionyonga hammaga bir xil narxda beramiz. Obunachilarimiz, donali obunachilarimiz ham foydalanib olishadi. Abyomchi obunachilarimiz ham foydalanib olishadi chiroyli qilib. Mana yurakchaliklaridan kelgan mana ko'rishlaring mumkin. Mana shu holatda bo'ladi, mana ko'rishlaring mumkin. Mana shu juda chiroyli narsa. Ikkita yostiq jilti bo'ladi, bitta prostinasi va ustidagi o'sha padadianligi bo'ladi. Narxi ham juda qulay narx, 135 ming so'mdan beryapmiz mana shularni. Kimga kerak bo'lsa mana ekranda nomerlar qo'yib qo'yamiz, Telegram kanallar qo'yib qo'yamiz. Telegram kanaliga obuna bo'lib, albatta Telegramdan yozinglar. Telefon nomerda mana shu telefon nomerimizda Telegram bor. Telegramdan yozib bemalol zakaz berishlaring mumkin. Kanalimizga o'tsalarning rasmlarini to'liq tashlab turib, joylab boramiz, xudo xolasa. Dantella pastellar jatkaligi bu. Jatkali 2 kishilik. Narxi 135 ming so'mdan, donaga, optimga hammaga bir xil narxda beramiz. O'zimizni o'sha obunachilarimiz foydalanib olishadi maza qilib. Mana qizilligi bor. Bunaqasi ham bor mana. Ularda hali ochganimiz ham yo'q. Mana oqligi ham bor. Mana oqlik ko'ryapsizlarmi? Oqqa qizil tayi bo'ladi, varaqlari mana bunaqangi oq bo'ladi. Juda chiroyli narsalar bo'ladi. Prostini, palichka, patadian hammasidan bor. Narxi 135 ming so'mdan, bir donasi dona optim hammaga bir xil. Endi ba'da mana uzoq kutilgan daraxtli pastellarimiz kelgan, yaqinroq kelasiz. Operatorimiz ham yangi, o'shaning uchun cho'mchaga tushunmaydi, xafa bo'lmaysizlar. Daraxtli pastellarimiz kelgan, mana ko'rishlaring mumkin. Daraxtli pastellarni ham hozir bittasini shunday ochib ko'rsatib yuboramiz. Bu safar o'rtoqlar narxini yanada tushirib yubordik. Xudo xolasa yanada tushirib yubordik. Chiroyli narxlarda qilib beramiz yanada. Faqat olib, uspet qilib qolasizlar. Endi men buni Xitoydan kelgan, mana hozir ochib ko'rsatamiz. Bu ham original Xitoy, mana turishi. Xo'sh, endi bunisini ochamiz bittasini. Mana shu holatda bo'ladi, mana ko'rishlaring mumkin. Ichida mana 2 ta nalichkasi. Mana 2 ta nalichkasi bo'ladi, mana bir, ikkinchisi bu. 2 ta nalichka. Mana ko'rsataylik bunday qilib. Mana ko'rishlaring mumkin. 2 ta nalichka, prostina. Mana prostinasi однотонный ekan prostinasi. Ko'rishlaring mumkin. Buni ham ko'rsatib o'tyapmiz, hammasini to'liq. Bunisi esa o'sha padadianligi o'rtoqlar mana. Xo'sh, etiketkalarimiz. Mana etiketkani bir ko'ring, ko'rsatib yuboring. Mana etiketkasi shunaqa chiqibdi. Nimasi ham однотонный ekan, mana buni prostinasi ham однотонный ekan. Narxi ham juda qulay bo'ldi. Bu safar yana narxini ozgina tushirib qo'ydik. Qo'ldan kelgancha harakat qilib.
ko'rishlaring mumkin. Juda chiroyli narsa. Maza qilib olib foydalansa bo'ladi. Xullas, narxi qulay, zamoglari bor mana aytdi. Zamogini ko'rishlaring mumkin. Ana zamoglar ichiga kiradi, prostina nima ko'rpalar kiradi ichkariga. Xo'sh, bularimizni hozir ochdik mana. Hozir menularimizga narxini tushirib berdim. Bunaqa narx topa olmaysizlarmi? Xo'sh. Hozirda mana Zangor taraf, mana yurechamiz turibdi. Keyin mana ochilmagan kipimiz bor. Mana kipni ham ko'rsatib yuboring yaqinroq qilib. Kipimiz ham turibdi, mana ko'rishlaring mumkin. Kipni ham hali ochamiz. Buni qizil daraxti bor, boshqa yana bir 3-4 xil rangi bo'ladi. Maza qilib olib foydalansalar bo'ladi. Narxlari juda qulay, o'rtoqlar, samigilarning. Faqat Telegram kanalimizga obuna bo'lishlaring kerak. Telegram kanaliga obuna bo'lib turib, barcha narsalarni xarid qilishlaring mumkin. Donaga optimga dantellarimiz 135 ming so'm. Daraxtli pastellarimiz donaga optimga bir xil narxda 100 deyman, 240 ming so'mdan. Xo'sh, dantella pastellarimiz ular yozda, qishda ishlatsangiz bo'laveradi. Mana bularimizni o'zi bular momog'li. Bu qishki pastellar o'zi bular. 240 ming so'mdan shularni beryapmiz. Bemalol aloqaga chiqinglar, maza qilib foydalanib, o'rtoqlar, chiroyli narxlarda mana shunaqangi pastellarni olishlaring mumkin. O'sha aytib o'tdik, mana nimasi prostinasi Adnatonning o'zidan emas ekan, shunaqangi bo'libdi, lekin mana kip ochilyapti va shu taban shu 2ta kipimiz kelgan. Olib foydalanib qolishlaring mumkin. Endi o'rtoqlar, ichkarida yana pastellarimiz bor. Xo'sh, nimamiz bor? Yastig'imiz bor, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Ketdik endi faqat ichkariga. Ozgina baytlarni besporyadkaligiga nima qilmaysizlar? Ahamiyat bermaysizlar. Keyin o'rtoqlar, mana qangi mana detski bolalar uchun shu nimalarimiz bor. Mana bir kishilik pastellarimiz. Bular ham juda yaxshi narsa. Mana bu tomonimizda narsa ko'p. Bemalol olishlaring mumkin. Bularimizning narxlari o'rtoqlar juda yaxshi narx bular ham. 230 ming so'mdan beryapmiz. Bemalol olib foydalanasiz. Dona pachka hammaga bir xil narxda berilyapti. Xudo xolasa. Materiallari juda yaxshi buni ham. Sumkachalari bor. Mana shuna paketda bo'ladi. Mana nalichkasi. Keyin nimaga ahamiyat bersalaring, juda tiniq narsa bu. Mana ko'ryapsizlarmi? Juda tiniq, yarki narsa. Buni prostinasi mana. Prostinasi. Mana shunaqangi Adnatonli prostina bo'ladi. Mana shuna Adnatonli prostina bo'ladi. Xo'sh, etiketkalarga keladigan bo'lsak, mana etiketkalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana etiketkalarimizni ko'ringlar. Mana shunaqangi etiketka bo'ladi. Xo'sh, bularning rasmlarini Telegram kanalimizga tashlab boryapmiz. Bemalol zakazlarni beraverasizlar. Keyin bu yerda brend pastellarimiz bor. Mana brend pastellarimiz bor. Brend pastellarni ham juda yaxshi narxda beryapmiz. Olib foydalanib qolishlaring mumkin. Xo'sh, brend pastellarimiz kelsa, mana hozir bittasini ochdik. Mana bunularimizdan. Mana shunaqangi bo'ladi ko'rinishi. Buni ham olib foydalaninglar, chiroyli nima qilib, narxlarda yaxshigina narxlarda foydalansangiz bo'ladi. Ularning ham narxi yaxshi, materiali juda qulay, juda chiroyli, yumshoq material. Mana buni ikkinchisini ko'rsataylik. Shunaqangi bo'ladi. Xo'sh, o'rtoqlar, bularimizni narxlari, brend pastellarimizning narxlari ham yaxshi. 280 ming so'mdan beryapmiz. O'sha dona, pachka farqi yo'q, hammaga bir xil narxda beramiz. Olib bemalol foydalanib qolishlaring mumkin o'rtoqlar. Faqat o'rtoqlar, bitta iltimosimiz bor. Mana shu kanalni, mana shu videomizni qo'llab-quvvatlash uchun bir donadan like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib ketsangiz bo'ladi. Albatta biz uchun bu o'sishga yordam bo'ladi, albatta siz tufayli. Xo'sh, endi yastiqlarimizga kelsak, yastiqlarimiz mana shu yastiqlarimiz bor. Ko'rishlaring mumkin. Original yastiq. Mana ko'ryapsizlar, toza par yastiq bular. Yastiqlar toza par yastiq. Mana shu yastig'imizning turishi mana 1 kilo nima desa bo'ladi. 1,5 kilolik mana shu yastiq kilosi, ichida toza par yastiq, ichida saralangan patni saralangani. Bitta yuvganingizda hidlanib, o'zidan haligi noxush hidlarni chiqarmaydigan yastiq. Par yastiqlarimiz. Mana shunisini narxi 2 jupini narxi o'rtoqlar 260 ming so'mdan bo'lyapti. 2 jupini narxi.
Shunda bittasi 130 ming so'mga to'g'ri keladi. Bularimiz endi ochib qo'yganmiz. Mana hozir aytgan ikki xili bor, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana shularimizni narxi 280 ming so'mdan. Bozorda 300 ming so'm, 350 ming so'mda tepasida olasizlar. Undan ko'ra mana zakazni bersalaring, aytgan viloyatlaringga chiqarib yetkazib beraveramiz. Bir jupini narxi 280 ming so'mdan. Shunda bir donasi 140 ming so'mga to'g'ri keladi. Olib foydalanib qolasizlar. Mana bunisi. Endi esa mana bunisi. Mana ko'ryapsizlar, bunisi ham mana toza original. Etiketkalar mana ko'rishlaringiz mumkin. Bularimizni narxi mana juda ishlatgani yaxshi. Bu sovuqga qabaqa juda yaxshi bo'ladi. Kelinlarga bersalaring bo'ladi. Bunimiz albatta o'zlaringga ishlatgani yoki bo'lmasam sovuq-povuqga ham juda yaxshi narsa. Bunimizni narxi bir jupini narxi o'rtoqlar. Xo'sh, 240 ming so'mga to'g'ri keladi. Bir jupini narxi, bir donasini narxi 120 ming so'mga to'g'ri keladi. Toza pariyasi, ichi saralangan par, sifati zo'ridan olib foydalansalar ham bo'ladi. Maza qilib ishlatasizlar. Xo'sh, mana hozir bunday qilib ko'rsak, mana ko'ringlar. 120 ming so'mdan bitta donasi, bir jupi 240 ming so'mga to'g'ri keladi. Bir jupi 260 ming so'mga to'g'ri keladi. Bir donasi 130 ming so'mdan. Endi bunimizni narxi 280 ming so'mga to'g'ri keladi bir jupi, bir donasini narxi 140 ming so'mga to'g'ri keladi. Yassalamiz shuni o'zi qolgan, oladiganlar olib foydalanib qolasizlar maza qilib. Keyin bizda yana ko'rpamiz bor. Xo'sh, ko'rpamiz ham juda yaxshi ko'rpa. Bu juda buni olib ishlasiz, juda maza qilib borasiz buni ko'rpani, to'g'risi. Mana shunaqa ko'rpalarimizdan bor, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana ko'rpamiz. Ko'rpani ko'ringlar, sifati juda zo'r. Buni albatta yopinayotganingizda tellatmaydi. Maza qilib yotasiz. Juda ichida shu halafayda juda halafayda ham juda saralangan halafaydir. Bular ham toza Xitoy narsa. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Etiketkalarni ko'rsatib beramiz. Mana etiketkalari original Xitoy. Mana o'zi bilan bunaqalar kelgan. Albatta o'zining so'mkasi bor bitta. Bularimizni narxi ham juda qulay, o'rtoqlar. Bularimizni narxi 230 ming so'mdan bo'lyapti. 230 emas ekan, uzr. 330 ming so'mdan bo'lyapti bularimizni narxi. Olib foydalanib qolasizlar. Ishlatgani va sovg'aga, kelinlarga juda yaxshi bob narsa. Endi o'rtoqlar, hozir men yerda sochiqlarimiz bor. Sochiqlarimizni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Kimga ma'qul kelsa o'rtoqlar, bemalol Telegram kanalimizga obuna bo'linglar. Undan tashqari telefon nomer qo'yapmiz. Shu telefon nomerda Telegram bor. O'zlaringni o'sha telefonlaringga saqlanib qilsalaring va shu telefon nomerimizni Telegram chiqadi. Telegramdan yozsalaring, men sizlarga kanalimizni tashlab beraman. Kanalga o'tib, mana shu narsalarni xarid qilishlaring mumkin. O'zbekistonda barcha viloyatiga dastavkalarimiz bor. Undan tashqari Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Rossiyalarga ham chiqarib beriladi. Hamma viloyatlarga dastavkamiz bor. Biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan video qilyapmiz. Zakazni beraverasizlar. Endi o'rtoqlar, baqa o'tib turib, sochiqlarni ham bir bor ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'sh, sochiqlarimiz xonamizgacha ahamiyat bermasizlar. Xo'sh, sochiqlarimiz hozirda villor sochiqlarimiz bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana 5-6 qolib qolgan. Mana shunaqangi villor sochiqlarimiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bozordagi ham 50 ming, 60 ming bir dona sotiladigan sochiqda o'rtoqlar biz sizlarga juda arzon narxda qilib beramiz. 1 kilosini qop olganga o'rtoqlar 75 ming so'mdan qop olganga. Agar 10 kilodan oz olinadigan bo'linsa 10 kilogacha 80 ming so'mdan 1 kilosini qilib beramiz. Bu sochiqlarimiz par bo'lmaydi. Enavalar bo'lmaydi. O'shani hisobiga kiloli sochiqlar bular shunaqa. Olib foydalanib qolishlaringiz mumkin. Mana villor sochig'i bular, toza zo'r. Bu O'zbekistonda ichki bozoriga chiqarilgan mahsulot bo'ladi bu. 1 kilosi 75 ming so'm qop narxi. Bir qopda faqat banni bo'ladi yoki sauna bo'ladi, yoki banni yoki 100 sochiq bo'ladi. Mana bir qopda yoki sauna bo'lishi mumkin. Endi bu tomonga o'tamiz. Xo'sh, bu tomonga ham o'tib hozir ko'rsatib beramiz. Pastellarimizdan olib foydalanib qolinglar albatta o'rtoqlar. Juda yaxshi pastellar kelgan. Hozir sarchib o'tsak. Xo'sh, endi o'rtoqlar mana hozir sochiqlarimiz hozircha mana shu bor. Mana yerda yana bor, ko'rsatib beramiz mana shularni. Ashlarimiz bor. O'rtoqlar, o'tgan videomizda ozgina adashmovchilik bo'lib qolgan ekan. Endi to'g'rilab ketish uchun bu videoni ham taqib ketyapmiz.
Ana hozir qo'l sochiq. Kimga kerak bo'lsa qo'l sochiq, bitta qopimizda faqat qo'l sochiq bo'ladi. Bitta qopda to'liq qo'l sochiq, bitta qopda to'liq yuz sochiq, bitta qopda to'liq banni sochiq, bitta qopda to'liq sauna sochiq bo'ladi. Bu eksport variant. Mana shuni ko'rsalaring, mana kilosi mana 27-60 bo'lsa, buni ichida faqat shu banni sochig'imiz bo'ladi. Mana ranglariga ahamiyat beringlar. Ranglari juda chiroyli ranglar. Agar mana shu kiloni chiqarilgan summani donasiga bitta bo'lib olsangiz, o'rtacha 20 ming so'm atrofida banni sochiq tushadi. Olib foydalanishingiz mumkin. Kiloli sochiq olaman deganlar mana bemalol Telegram kanalimizga o'tib, obuna bo'lib, narsalar mahsulotlardan zakaz bersalar ham bo'ladi. Barcha viloyatlarga dastavkalarimiz bor. Yana qaytarib o'tamiz. 12 ta viloyatga bor dastavkamiz. Dastavka puli albatta, dastavkamiz pulli. O'zlaringdan bo'ladi, lekin shopirlarda qop olsangiz, misol shopirlardan chiqarib beramiz. Arzonroq qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Ozroq mahsulot olsangiz, albatta pochtalarimiz bor. Pochtalarda arzon qilib, xudo xolasa chiqarib berib turamiz. Banni sochiq, yuz sochiq, sauna sochiq, qo'l sochiqlarimiz bor. Hozir to'y marosimlarga albatta endi oldingi paytda o'zlaring bilasizlar, metroq o'tib oldingi paytda o'zlaring bilasizlar, hamma material berishgan. To'yga tarqatishga, boshqa tug'ilgan kun bilan o'shanaqangi marosimlarga xullas hamma material berishgan yoki bir boshqa narsalar berishgan. Hozirda misol eng yaxshi narsa bu sochiq bo'lib qoldi. Nimaga? Sizdan olgan inson albatta bu narsani sovg'a qilib bersiz, o'sha narsani inson ishlatadi. Materialni berganingizdan keyin albatta u narsani ishlatmaydi, to'g'risi. O'rtalar o'shaning uchun mana to'y marosimlarga eng yaxshi hozir sochiq bo'lib qoldi. Mana bir qop olsangiz o'rtacha 70 ta, 75 ta odamga tarqatasiz mana shu banni sochiqni o'zini. Banni sochiqni keyin olib ishlatishadi albatta. Undan tashqari misol bitta olganingizda hammasini отдельный upakovkaga solib qo'ysangiz, misol hammaga har xil sochiq tushaveradi. Hech kim xafa bo'lmaydi, o'rtada ham bir xil narsa emas. O'sha har xil mahsulot turadi. Misol rangi, demoqchiman, rangi, fasoni har xil turadi. Tarqatgani juda yaxshi, qulay narsa. To'y marosimlarga o'rtalik tavsiya qilamiz. O'zi juda ko'p aka-ukalarimiz Andijondan, Samarqanddan mana kecha kuni nimadan Angirendan kelib olib ketishdi mana shu mahsulotlarni. O'shaning uchun ko'ringlar, foydalaninglar. Buni sotgani ham, misol bu arzonga ham tushadi. Hozir o'rtacha shtampl materialni ham olaman desangiz, 1 metr shtampilingiz o'rtacha 11 ming so'm yoki 10 ming so'mga to'g'ri keladi. 3,5 metr oladigan bo'lsangiz, bitta mana qanchaga tushadi? Shu 30 ming, 35 ming, 38 mingga tushishi mumkin. Misol bitta odamga beradiganingiz. Keyin u narsani olib sizdan olgan odam albatta u narsani tiktirmaydi. Sababi uni tiktirishni o'zi 70 ming, 80 ming, 100 minggacha tushib ketib qoladi. 50 ming so'mdan 100 ming so'mgacha deylik. Tiktirishni o'zi. Keyin u narsani misol shtampilda arzon shtampil bu bitta yuvgandan keyin o'zlaring juda yaxshi bilasizlar, kichirayib qoladi. O'shani hisobiga u narsani ko'p kishi tiktirgani yo'q. U hozir o'sha materiallar faqat to'yma-to'y yuradigan bo'lib qoldi, xolos. Buni olgan inson albatta ishlatadi. Chunki bu mahsulotlar Rossiyaga chiqarilgan, Estoniyaga chiqarilgan, Belorussiyaga chiqarilgan sochiqlar bular. O'shandan qolganlarni biz olib turib, mana eksport sochiq deymiz bularni. O'shalarni olib turib biz kiloga beramiz. Ham sizga qulay tushadi o'rtalar. Narx borasida misol 20 ming o'rtacha 21 minglarga tushsa ham, siz o'zi har bitta narsadan o'zi 10 ming so'mdan yutgan bo'lasiz. Bu albatta siz uchun foydali. Keyin sizdan olgan inson albatta foydalanishadi bu narsani. Bir chekkaga tashlab qo'yishmaydi yoki tiktiray yoki boshqa qilay deyishmaydi. Juda yaxshi narsa bu. Sochiq bu eng yaxshi narsa, shu hamma ishlatadigan mahsulot hisoblanadi, misol tovar. Mana o'rtalar banni sochiq o'rtacha mana bir qop banni sochiq olsangiz, o'rtacha misol 1,5 million, 1 million 800 ming so'm atrofiga tushadi. Shunda bir dona sochig'ingiz shu 20 ming, 21 ming so'm shunaqangi atrofiga to'g'ri keladi. Sochiqlarimiz juda sifati zo'r. Ko'rinishi sal ranglari bunaqangi yorqin rang bo'lmashi mumkin-ku, lekin mahsulotni ishlatganingizda bilasiz. Ishlatganingizda suvni shimishi o'ziga, quriganda hidlanmasligi albatta bunda bilasiz. Chunki bu mahsulotlar Rossiyaga o'sha zakaz bo'yicha chiqarilgan mahsulotlar hisoblanadi. Juda yaxshi narsa. Qo'l sochiqlari bor, yuz sochiqlari bor, banni sochiqlari bor, sauna sochiqlari bor. Faqat bitta qopda mana shu bir xil mahsulot bo'ladi. Misol mana 27-60 bo'lsa mana shu kilosi 27-60 kilo. Hammasida mana banni sochiq. Har xil rangidan bor.
olib turib foydalanishga ham zo'r, sotishga ham zo'r. Bitta olganingizda har xil mahsulot bo'ladi, har xil rang bo'ladi. Sotishda ham qiynalmaysiz. Mana sizga eng yaxshi narsa ko'rsatib o'tdik. Xo'sh, endi o'yinchoqlarimiz ham bor. Mana klientimizga olib qo'yganmiz. Mana shu o'yinchoqlarimiz Telegram kanalimizga o'tsalaring ko'rasizlar. Juda yaxshi o'yinchoqlar. Endi hozir bu yerda olib ko'rsatardim-ku, o'zi iloji yo'q ekan. Juda yaxshi mahsulotlarimiz bu o'yinchoqlar. O'yinchoqlarimiz ham narxi juda arzon o'rtadi. Kirib ko'ringlar, olib foydalangan zo'r narsa. O'yinchoqlarimizning narxi shu 16 ming, pachka optim narxi eng kami shu 20-30 sotiladi. Mana o'yinchoqlar mana qopimizda bor. Endi mana sochiqlarimizni mana yaqinroqdan ko'rsatib olayim. Mana shularni bunday yaqinroqdan olib kelib, mana ko'rishlaring mumkin. Sochiqlarimiz mana har xil ranglari bitta qopda shunaqangi aralash bo'ladi. Ichida vafelinlari ham chiqib qolishi mumkin mana shunaqangi. 1 kilosi 52 ming so'mdan mana shu eksport sochiqlarimizning narxi o'rtoqlar. Keyin yana bir narsani aytib o'tib ketib qo'yay. Mana shu eksport sochiqlarimizni biz yaxshi birinchi sort ichida defekti yo'q deymiz. Ichidan agar mabodo defekt chiqsa, albatta biz uni qaytarib olamiz. Mana shu narsa eslaringda tursin bo'ldi. Chunki bu sochiqni hamma sotadi. Bor sotadiganlar bor, hammada narx har xil. Endi Alloh alam, endi biz o'zimizni tovarga biz o'zimiz javob beramiz, boshqanikini yomonlamaymiz. Biz o'zimizni mahsulotga biz o'zimiz javob berganligimiz uchun agar mabodo ichidan haligacha chiqqani yo'q, mabodo ichidan defekti, bo'lsa unisi chiqib qoladigan bo'lsa, qaytarib olinadi u narsa bexijolat. Samigilarni esa mana Xitoydan kiplarimiz kelgan o'rtoqlar. O'sha dantella pastellarimiz 135 ming so'mdan bo'lyapti. Bir donasi optimga donaga bir xil narxda. Daraxt pastellarimizning narxini yanada tushirib, sizlar uchun, foydalanishlaring uchun, ishlatishlaring uchun 240 ming so'mdan qilib baholadik. Xudo xolasa sizga ham maza qilib ishlating, foydalansiz, maza qilib foydalaning, barakatli bo'lsin sizga ham, bizga ham. Xudo xolasa barakasini bersin, yaxshi foydalaninglar. Xo'sh, o'rtoqlar, hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar. Xudo xolasa men shunaqangi chiroyli pastellarni olib, mana foydalanib, ishlatib, maza qilib yuringlar. Arzon savdo kanali albatta sizlar bilan bo'ldi. Eng yaxshi mahsulotlarni o'z obunachilarimizga biz tavsiya qilib qolamiz. 240 ming so'm zimnisi, daraxt pastelli 3,5 kilolik deydi, lekin 3,5 kilo chiqmaydi. Ochig'ini aytyapman, 4 kilo, 5 kilolilar ham bor, lekin ular ham chiqmaydi o'shanaqa aytilgan narxda. Aytilgan kiloda chiqmaydi. Bu narsani o'zlaringiz juda yaxshi bilasizlar. Endi 3,5 kilolik deb sotilyapti, biz ham 3,5 kilolik deb deyapmiz. Shu 3 kilo qancha ham chiqadi? Nimasi bo'ladi? Shu o'rtoqlar. Bo'lmasa o'rtoqlar, bitta iltimosimiz bor. Mana shu videomizni kengroq tarqalishi uchun bir donadan like bosib, kanalni qo'llab-quvvatlayverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar. Fikrlaringni albatta kommentariyada o'z fikrlaringni qoldirishlaring mumkin. Eslaringdan chiqmasin, o'sha Telegram kanalimizga o'tib, obuna bo'lib, albatta mahsulotlarimizni zakaz berishlaring mumkin. Adminkamiz, qizimiz borlar, o'sha zakazlarni olishyapti. Barcha viloyatlarga dastavkalar qilib, chiroyli qilib yetkazib beryapmiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bir donadan like bosib oling. Endi videoni ko'rdingiz, ma'qul kelgan bo'lsa, narxi, mahsulot ma'qul kelgan bo'lsa, siz albatta zeriktirib qo'ymagan bo'lsak, kanalni qo'llash uchun iltimos bir donadan like bosish eslaringdan chiqmasin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.